so'radi, nega yig'layapsiz deb. Rasul akram hazratlari ummati uchun qayg'urganidan, ularning azoblanishlaridan qo'rqqani uchun yig'laganlarini aytdilar. Jabroil alayhissalom eshitgan javobini Alloh taologa yetkazgach, Alloh taolo Jabroilga bor rasulimga ayt. Alloh ummating borasida seni rozi qiladi. Seni aslo xafa qilmaydi. Sen rozi bo'lasan. Biz uchun kecha-yu kunduz yolvorgan. Biz uchun kecha-yu kunduz duo qilgan. Ko'zlaridagi marvaritlarni daryo kabi to'kkan. Mahshar kuni ummatim, ummatim deb yolvorgan shu payg'ambarda emasmi inoyat va latofat yoki bizdami posho? Unda hukmdorim. Unda posho, unda. Sulton Rasul shohi mumajjadsan hazratim. Bechoralarga davlatu sarmatsan hazratim. Divon ilohiyda ser omadsan hazratim. Manshuri amrukla muayyatsan hazratim. Sen Ahmadu Mahmudu Muhammadsan hazratim. Haqdan bizga sultonu muayyadsan hazratim.